Kattaqo'rg'on tumani Kattaming mahallasi profilaktika inspektori mayor Marat Mustafoyev tanlagan kasbining fidoyisi. Kasbining mashaqqatlari va mas'uliyati uni doim hushyorlikka undaydi. Har bir kasbning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Buni matonat bilan yenga olgan insongina o'z mehnatidan huzur halovat, obro' e'tibor topadi deydi qahramonimiz. Kattaming mahallasida 4550 nafar aholi istiqomat qiladi. 855 ta xonadon, 952 ta oila bor. 3 yildan buyon mahalla yashil toifada. Hududda muntazam osoyishtalikni ta'minlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishda mayor Marat Mustafoyev kun-tun sergak. Intiluvchan, g'ayrat-shijoatli xodimning matonati, irodasi va qat'iyati balandki, bu unga faqat kuch bag'ishlaydi. Kezi kelganda e'tirof etish joizki, bugun tizimda xodimlar uchun bir muncha qulayliklar, yetarli shart-sharoitlar yaratilgan. Qulay sharoit esa xizmat faoliyatida ish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Inson o'z mehnati bilan qadr topadi. Qahramonimiz ham kasbiy muvaffaqiyatlarga hamisha izlanish, o'ziga talabchanlik va yangilikka intilish tufayli erishishni ta'kidlaydi. Aholimiz tinch, osuda yashashi, mahallamizda jinoyatchilik sodir etilmasligi va salbiy holatlarning oldini olish uchun Marat Mustafoyev o'z majburiyatini a'lo darajada bajaryapti deydi Kattaming mahalla fuqarolar yig'ini raisi Aktam Xudoyberdiyev. Bizni Kattaming mahalla fuqarolar yig'inida 2023-yil, 2024-yil, 2025-yillarda birorta jinoyatchilik sodir bo'lmagan. Mahallamiz jinoyatdan xoli hudud. Mahallamizdagi barcha fuqarolar bilan tez-tez uchrashuvlar o'tkazamiz. Uchastka profilaktik noziri mahallada, mana hududidagi barcha maktablarda, bog'chalarda, qishloq vrachlik punktlarida uchrashuvlar o'tkazib, xalq bilan birgalikda shu jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha juda katta tadbirlarni o'tkazib turamiz tez-tez. Shuning uchun ham bizning mahallamiz boshqa mahallaga nisbatan juda tinch, ahil, tungi biz postlarni tashkil qilganmiz. Tungi post asosida tashqaridan keladigan bu mashina bo'lami, fuqaro bo'lami, shularning hammasini fuqaroni bo'lsa o'rganib, keyin shunaqa bo'lsa jinoyatchilikni oldini olib kelyapmiz. Hayotda o'z yo'lingni topish katta baxt. Buning uchun avvalo ota-ona, keyinchalik ustozlar to'g'ri yo'lni ko'rsata bilishi kerak. Qizlari ham dadasining ibratli pand-nasihatlari, ezgu amallari ta'sirida kamolga yetyapti. Mahallada yashovchi nogironligi bor oilalar holidan xabar olib, ularning muammolarini hal etishga ham Marat Mustafoyev doimo kamarbasta. Osoyishta hayotni ta'minlash yo'lida tin olmaydi. Uzzukun mahallada har bir xonadonga kirib chiqadi. Keksalarni yig'ib, maslahatini oladi. Bemor bormi, yakka yolg'iz bormi, to'y maraka qilayotganlar bormi, hech birini e'tibordan chetda qoldirmaydi. Mahalla rais boshchiligida yoshlar, hokim yordamchisi, mana bu xotin-qizlar bilan birgalikda shu muammosi bor joyiga borib, ajrim sohasidagilarga yoki bir kam ta'minlangan yo boquvchisini yo'qotganlar hammasini o'rganib, o'sha joyda inspektor bilan, mana mahalla raisi bilan birgalikda ham qilib, birgalikda qaror qabul qilamizda. Masalan, yosh anaga kambag'al reyestrga kirgizish yoki bir yordam berish yo homiy tomonidan yordam berish hammamiz birgalikda hal qilamiz. Profilaktika inspektorining har kunlik ish rejasi bor. Fuqarolar xavfsizligi, jinoyatdan xoliligi qat'iy nazorat qilinadi. Maqsad aholi tinch, osoyishta yashashi kerak. Do'kon, kafelarda kuzatuv kameralarining o'rnatilishini, voyaga yetmaganlar ko'chada qarovsiz qolmasligini, nizoli holatlar bo'lmasligini nazorat qilib, bu borada profilaktik targ'ibot tadbirlarini olib boradi. Profilaktika inspektoriga qo'yilgan talab bitta: jinoyatning oldi olinib, mahalla tinch bo'lishi, odamlar xavfsiz yashashi, bugungi hayotidan rozi bo'lishi kerak. Ertalab ish boshlashda maktab davomatidan boshlanadiki, mahalla yettilik bilan, mahalla faollari bilan birgalikda mahallada notinch oilalar, kunlik notinch oilalarga kirilyapti. Xonadonga kuniga 10 ta, 12 ta xonadon o'rganilyapti. Shu bois mahalladagi bor muammolarni o'rganib, mahalla yettiligiga tashlanib, mahallada qarovsiz qolgan joylar kamera o'rnatilyapti, yoritish moslamalari o'rnatilib, mahallani jinoyatdan xoli hududga aylantirish bo'yicha topshiriqlar asosida ishlarni olib borilyapti. Shu Xudoyberdi Mesardi xonadon o'rganilganda va ota-onasi bilan notinchligi kelib chiqildi. Keyin tegishli tashkilotlarga biz ta'minnomalar qilib, homiylar asosida o'sha o'yini burchagidan yer ajratib berib, uchastka qurib bitkazib berdik va uchastka qilingan uchastkaning kamchiligi bor. Asta-asta uni bitkazib o'sha xonadon tinchlantirish maqsadida shuni ko'chirib chiqarib, qaynona kelin masalasi yechilyapti.
Marat Mustafoyev elning koriga yarash bilan birga ko'pning duosini ham olyapti. Uning xizmat kuni soat bilan emas, vaziyat bilan belgilanadi. Ba'zan tongi soat 6 da yo'lga otlansa, ba'zan muammoni hal qilish uchun hatto tun yarmida ham xonadonlarni, mahallani aylanishiga to'g'ri keladi. Ammo u hech qachon shikoyat qilmaydi, chunki bu ishni kasb sifatida emas, vojib burch sifatida qabul qiladi. Har bir soat mas'uliyat, har bir murojaat ishonch. Uning xizmati ortida el tinchligi, farzandlar kelajagi va yurt osoyishtaligi mujassam. Biz shu erga chin o'g'lon, mardlik ham bir imtihon. Qay birin tanlay desang, avval vatan keyin jon. Vatan deb kimdir xundir, uning ori butundir. Vatan jondan ustundir, avval vatan keyin jon. Nomi ismimdan aziz, ko'rki husnimdan aziz, xoki jismimdan aziz. Avval vatan keyin jon.